Jannat sog'inchi. Muallif Yorqinjon Qori Fozilov. Kirish so'zi. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo butun olamlarning Parvardigori Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin va shu zotning irodasi bilan bizlarga payg'ambar qilib yuborilgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu kitobni boshlashdan avval Alloh taologa yolvorib duo iltijolar qildik. Ya'ni u zot ko'rsatgan yo'ldan toyib ketishdan va fikrlash, tahlil qilishda shayton chalg'itib yuborishdan panoh so'radik. Alloh taolo barchalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin va o'zi rozi bo'ladigan yo'lni tutmoqlikda madadkor bo'lsin. Amin. Bu kitobni yozishda Alloh taolo nasib qilgan ustozlarimizdan olgan ilmlardan baholi qudrat foydalandik. Har qanday oddiy mo'min musulmon birodarimiz o'qib, oson anglab, islom dinining haq ekanligini tushunib va qilayotgan amallarini Alloh taolo rozi bo'ladigan darajada tuzatib olsinlar degan ezgu maqsadda sodda va ravon tilda fikrlashga intildik. Bu kitobda Alloh taoloning oyati karimalaridan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislaridan va sahobai ikromlarning go'zal ibratli amallaridan va ulamo-yu hukamolarning hikmatli so'zlaridan imkon qadar keltirdik. Ko'p musulmonlar bu narsalardan xabardor bo'lsalar-da, biz yana bir bor ma'naviy ozuqa bo'lib qolar degan fikrga umid bog'ladik. Alloh taolo barchamizni hidoyat qilsin va to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Amin. Donishmandlar so'zidan. Ibratli qissalar insonlar uchun juda katta naf keltirur. Ibratli qissalarda buyruq fe'li ishlatilmasa-da, insonni ezgulikka buyuradi. Qaytariq fe'li ishlatilmasa-da, insonlarni yomonliklardan qaytaradi. Ularning ruhiyatiga sassiz bir nido ila o'z ta'sirini o'tkazadi. Imom Azam rahmatullohi alayh men uchun ayrim ibratli qissalar fiqh ilmidan afzal ko'rindi dedilar. Alloh taolo insonlarni yaratibgina qo'ymay, balki unga payg'ambarlarni va kitoblarni nozil qilib, har zamonda zalolatdan qaytarib turdi. Bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga esa ma'lumki Qur'oni Karimni nozil qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zini esa muborak hikmatlari bilan ilhomlantirdi. Qur'on va hadis biz insonlarning har kunlik dasturul amalimiz bo'lishi va Alloh taoloning bu o'zgarmas qonuni to qiyomatgacha jannatni iroda qilgan kimsa uchun yor bo'lmog'i lozimdir. Alloh taolo aytadi: "Va minan nasi wad-dawabbi wal-an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور." Albatta Allohdan bandalari orasidagi olim, bilimdonlar qo'rqur. Fotir surasi 28-oyat. Demak, insonga kimdan qo'rqish lozimligini bilish uchun ham ilm lozim ekan. Bizlar esa ilmsizlik sababidan Alloh taoloni qo'yib, bandalarning roziligini ko'zlab hayot kechiryapmiz. Holbuki bandalarning taqdiri Alloh taoloning qo'lida ekanligidan g'aflatdamiz. Demak, nimaiki amal qilsak, faqat Alloh taoloning rizoligini ko'zlab qilmog'imiz, shu amalni saqlab qolishimizga rovidir.